Barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan birgalikda men Odilboyman va meni YouTube kanalimga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarning YouTube kanalimni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Nima gap tuzumizlar, charchamasizlarmi, ishlaringlar qalay? Bu otdimi, ketyaptimi? Menga keladigan bo'lsa, menda hammasi juda ham ajoyib, hammasi juda ham zo'r. Ha, sizlarning kanalimni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman va obunachilar, bugun men sizlarga aytadigan juda ham ajoyib yangiligim bor. Xo'sh, bu yangilik qanaqa bo'ladi desanglar, men internetdan ajoyib bo'lgan pianinoga zakaz berib qo'ydim. Va bu pianino ishlarimni qilib bo'lganimda plus minus ana o'sha paytlarda kelib qolishi kerak bo'ladi. Mayli telefonimni ham qarashga qarshi yonimda olib yuray, kelsa telefonimga ham, boshqasiga ham srazi SMS keladi. To'lovni qilib qo'ygan obunachilar. Pianinoni kecha xarid qilgandim va bugun yetib kelishi kerak va sotishini aytish bo'yicha pianino deyarli yo'lda. Agar kelganda biror bir muammo bo'ladigan bo'lsa, misol uchun kelmay qolsa yoki bo'lmasam qandaydir bir sinib qolish, boshqa balo battar savollar bo'ladigan bo'lsa, unda hammasiga do'konchi javob berar ekan va eng qizig'i, mana shunaqa zavodskoy defektlari bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'zlari ta'mirlab to'g'irlab yoki yangisiga almashtirib berishar ekan va men bundan juda ham qoldim. Chunki juda ham tez eltib berish xizmati va eng muhimi yaxshi narx va obunachilar garant bor. Har doimgidek garant bor. Bundan bag'oyatda xursandman. Gap bo'lish mumkin emas. Agarda sizlar ham inglizchani bilsangiz, lekin bu narsaga unchalik ham ingliz tili kerak bo'ladi deb o'ylamayman. Xullas, Amerikadan mana shunaqangi do'konlarni topib, maza qilib shunaqangi narsalarni zakaz berishingiz mumkin. Mayli obunachilar juda ham qiziqib ketyapman. Nima deb o'ylaysizlar? Kelgandan keyin pianino ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Eng qiziq obunachilar, u juda ham og'ir bo'ladi. Uyimni qayerga joylashtirish ham bilmayapman va undan ham qizig'rog'i, men uni hatto qanday qilib chalishni ham bilmayman to'g'risi. Kim bilsa kommentariyada yozib qoldirsin, o'zim unga Telegramdan yozaman va menga o'rgatsin. Iltimos obunachilar, birga o'rganaylik. Chunki juda ham o'rgangim kelyapti pianino chalishni. To'g'risi, pianino chalish meni orzuyim, ya'ni pianino chalishni o'rganish. Chunki ba'zilar pianino chalishadi, internetda ko'rib qolaman, juda ham ajoyib, juda ham zo'r, prям respectful ko'rinadi ko'zimga va men ham shunday qilib chalgim keladi, lekin qo'limdan kelmasligini o'ylasam, asabim chiqadi va oxiri pianino oldim. Olganimdan keyin esa o'zim o'rganishga qaror qildim. Bittalab notalarni o'rganib, bizda qo'limizda butun boshli imkoniyat bor va bu imkoniyat nima desanglar, bu imkoniyat qo'l telefonimiz. Qo'l telefonimiz orqali internetdan kerakli barcha narsalarni qidirib, o'rganib, o'zimizga nima kerak bo'lsa barchasini topib olishimiz mumkin. Assalomu alaykum janoblar. Va alaykum assalom. Minecraftga kiradigan kuning bor ekan, ha, Odilboy? Ha, bilaman. Siz ham obunachilar ham menga beradigan savoli o'zi qayerda eding? Nega orada bir video qilyapsan, bir ijod qilyapsan, keyin esa to'xtab qolyapsan deyishingiz mumkin. Ha, obunachilar tan olaman, bu meni aybim. Har safar qandaydir bir yaxshigina ijod qilib turib, endi ko'tarildim deganda, obunachilar endi sen qaytding deyishganingizda men yana yo'q bo'lib qolaman. Sababi obunachilar bilasizlarmi, hozir menda ishlar shunaqangi ko'pki, hozir hayotdagi ishlarim Minecraftdagilardan juda ham ko'proq. Sizlarga buni tushuntirib bergunimcha, butun boshli video bilasizlarmi, tugab bo'ladi, zerikarli bo'lib qoladi. Shuning uchun alohida Telegram kanalimga o'tib qo'ysanglar, o'shda tushuntiraman. Mayli janoblar, mana narsalarni olib kelib qo'yaman va men ketdim. Meni ishlarim bor edi, maylimi? Bo'pti, kirib turganda ko'rinib tur. Bo'ldi janoblar. Bo'ldi obunachilar, janoblarni ham ko'ziga ko'rinib qo'ydik. Ha, Minecraftga ham kirmaganimga ancha bo'lib ketgandi. Shunchaki videodan tashqari jitellar ham meni sog'inib qolibdi. Mana ko'rib turganingizdek, o'zlari aytishyapti. Xo'p, mana obunachilar uje kelib qoldi. Pianino uje kelib qoldi. Ko'rgim kelib ketyapti. Balakat tez kelsaydi, mayli. Hozir pauza qilaman. Kelgandan keyin sizlarga yana qaytadan aloqaga chiqaman. Oppa, bolalar, mana yangilikni zo'ri bor. Keldi obunachilar. Pianinam keldi. Hozir ko'rgilarim kelib ketyapti. Xo'p, mayli. 3 2 1. Vau! Buni qaranglar, shamlari bilan ekan, Carl Jones. Nahotki buni shamlari, voy, tagidagilarni qaranglar. Vau! Prosta gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mayli. Endi buni ichkariga olib kirish kerak, lekin buni qanday qilib sig'dirishni o'ylayapman. Sig'dirish uchun eshikni olib turishga to'g'ri kelyaptimi? Yoki balandroq ko'tarish kerak, ammo olib kirgan taqdirimda ham uni qayerga joylashtiraman? Shu menga juda ham qiziq bo'lyapti. Xo'p, buni turishi necha blok? Bitta rovna 2 blok egallar ekan va mana bu yerga bir amallab joylashtirsam bo'lar ekan. Xo'sh, mana shu yerga joylashtirsam tikka turib chalar ekanman. Mana obunachilar, muhimi o'rgansam bo'ldi. Qani bo'lmasam buni ko'taraychi. Basdan
Yo'q. Yo'q. Obunachilar itarganim yaxshi. Balakat bu namuncha? Mana boshdan. Bo'la qolsa-chi. Balakat obunachilar buni ichkariga olib kirib bo'lmaydi menimcha. Juda ham dabdala bo'lib yotibdi. Shunaqangi og'irki, toshdan battar. Xo'p, mayli. Jetilardan yordam so'ray qolaychi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Salomlar. Qana, davay. Hamma arjimani qiling. O'yinchi, qani bo'l, ularga ham qo'shilchi. Nima tushunmadim, kimsan o'zi? Meni nahotki tanimasang, men butun boshli Minecraftdagi eng kuchli reytelman. Qani tez o'tirginda. Davay, приседания. 3 подход 100 138 dedan. Nimalar deyapsan? Bo'ldimi? Men deyarli tugatdim. Yo'q, yana bitta podxotim bor. Dam olishsiz qilishing kerak. Xo'p. Voy, balakat reytellar, tez o'rninglardan turinglarchi. Rahmat senga Odilboy. Hech qisi yo'q. Mayli reytellar, sizlar bo'shsizlar, borishinglar mumkin. Rahmat kattakon. Nima qilyapsan? Bu nimasi? Axir shunchasini trenirovka qildirayotganda mendan juda ham ajoyib trener chiqadi, ammo sen la'nati kuchsiz. Nimalar deyapsan? Meni kuchsiz deyapsanmi? Men ham chakki emasman. Bilasanmi seni kuching to'g'ri menikidan biroz ko'pga o'xshayapti, lekin kuching ko'pligiga unchalik ham ishonmayman. Nima, qanday qilib isbotlashim kerak kuchim ko'pligini, ha? Menda bitta fikr bor. Qani bu yoqqa yurchi, hozir seni kuching rostdan ham ko'pmi, yo'qmi aniqlab olamiz. Qani ketdik. Mana shu yerdami? Ha, xuddi shu yerda, shoshilma. Xo'sh, nima qilishim kerak? Nima qilishing kerak? Hozir men senga aynan nima qilishing kerakligini tushuntiraman. Sen esa shoshma. Seni qiladigan ishing shuki, men mana bu la'nati pianinani ko'tarib uyimga joylashtira olmayman. Seni maqsading esa mana shuni menga ko'tarishga yordam berib, uyimga joylashtirib yuborish. Ana o'shanda seni kuchliligingga ishonaman. Kel bu tomondan men, narigi tomondan esa sen. Xo'sh, kelishikmi? Kuchliligimni aniqlash uchun seni yordaming umuman menga keragi bo'lmaydi. Shunchaki buni o'zim qilaman va sen ko'r va kuzat. Qara, lekin belingdan girja chiqmaydimi? Senga aytyapman-ku, men bu Minecraftdagi eng kuchlisiman. Xohlagan narsani buzib, xohlagan narsani ko'tara olaman. Unchalik ham ishongim kelmayapti. Bo'lmasa kuzat. Yo'q, prasat. Endi qayoqdagi bir slabakka kuchimni ko'rsatishim qoladi. Xo'p, mayli kuzat. Keyin esa meni ham senga shartim bor. Mayli, qilishga tayyorman. Xo'p, qara. Mana shu oddiygina bir pianinoni olib kira olmasang, qanaqa erkaksan, so'tak? To'g'risi, senga juda ham qoldim. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, endi menga beradigan narsang nima? Yoki qandaydir bir topshiriq yoki bir masala bermoqchimisan? Lekin bilim sohasida menimcha meni yenga olmaysan. Xohlasang matematika, xohlasang geometriya, xohlasang fizika, xohlasang fantastik nazariyalar, xohlasang astronomiya yoki bo'lmasam farqi yo'q. O'zingga yoqadigan ilmiy bir savolni ber. To'g'ri, men bunga to'liq javob bera olmasligim mumkin, ammo bu haqida biroz ma'lumotga ega bo'lsam, unda senga nazariyalar asosida va agar bu narsalarning barchasi isbotlangan va bor bo'lsa, men senga amalda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'sh, nimani so'rashni xohlaysan? Menga qara, menga anaqa mana bu miyangdagi ChatGPT kopiyasi bor-ku, bunaqa narsalar menga bir tili keragi yo'q, tushunyapsanmi? Ha, ko'rinib turibdi, senga bunaqa narsalar kerak emasligi. Ha, mana shunaqa. Xullas, qani ortimdan yur. Hozir men senga dahshat narsani ko'rsataman. O'zi bu ko'rsatgan narsalaring hayotda kerak bo'ladimi? Albatta kerak bo'ladi, ishonaver. Xo'p, isming nima edi? Seni qayerdadir ko'rganman. Ismim Odilboy. Xo'sh, Odilboy janoblari, bizni birinchi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Mana bu gantelni ko'tarishing kerak bo'ladi. Bu birinchisi. Voy, buni kichkinaligini. Sen kichkina deb o'ylaysan. Ikkinchisi esa mana bu bo'ladi. Bu esa yelkaga va o'sha qanotlarga bo'ladi. Bu juda ham foydali va juda ham kerakli mashqlardan biri. Xo'sh, 30 tadan 3 ta podxod. Nimalar deyapsan? Men umuman bunaqa narsalarni qilib yurmaganman va bilmayman ham. Men ishim yo'q. Shuni qilishing kerak, chunki sen mujik bo'lishing kerak. Lekin men senga buni qilishim shart demayman va bu narsalarni qilishga majbur emasman.
Nimaga majbur emassan? Albatta majbursan. Bu yerda yashashni biroz reja qilayotgandim, lekin uje yashagim kelmay qoldi, chunki atrofda hech kim sport bilan shug'ullanmas ekan. To'g'ri. Sen to'g'ri o'ylaysan, to'g'ri fikrlayapsan. Sport kerak. Senda juda ham sog'lom tana bor. Lekin bu tanani maqtanib, boshqalarni majburlash kerak emas. Kimdadir qandaydir bir kasal bo'lishi mumkin. Misol uchun yuragi kasallar bunday sport turlari bilan shug'ullana olmaydilar. Ya'ni sen juda ham baquvvat va yoshlikdan sog'lom bo'lsang, mana shu sport bilan shug'ullanib kelsang, yana ham yaxshi bo'lib ketaverasan. Ammo ba'zilarining kasali bo'lgani uchun bu ularga biroz qiyin bo'lishi mumkin. Ya'ni ularni biroz ahvolni og'irroq qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun majburlash yaxshi emas meni nazarimda. Ha, men majburlamayapman, ammo ular kamroq kilogrammlardan va oddiyroq qilsa bo'ladi-ku. To'g'ri aytyapsan. Oddiyroq qilsa bo'ladi. Misol uchun oddiygina badan tarbiya mashqlari. Bular juda ham kerak va bular juda ham to'g'ri narsalar. Fikringga qo'shilaman, lekin bularni men qila olmayman, to'g'risi. Ha, ko'rinib turibdi, mayli. Bo'lmasam, qishloqdagi boshqa rejalarni barchasiga aytib qo'yarsan, sport bilan shug'ullanishsin, chunki sport juda ham kerak menimcha. To'g'ri aytasan. Sening gaping to'g'ri. Mayli, men ketdim. Gap bo'lishi mumkin emas. Senga eng baquvvatli jitilligingga ishondim. Bay bay. Obunachilar ko'rganinglardek, u rostdan ham baquvvat edi. Mana buni qaranglar. Pianinoni shunchaki ichkariga olib kirib ketdi. Ana endi maza qilib pianino chalsam bo'ladi. Palakat endi kiratganam o'taman. Mayli, obunachilar, video yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosish va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki sizlar meni kanalimga obuna bo'lsanglar, videoga like bossanglar, meni juda ham qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Mayli, videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, barchaga xayr. Odilboy qaytishini xohlasanglar, atdushi kommentariyaga bitta Odilboy qaytsin deb yozib qoldiringlar. Xo'sh, keyingi videolarda ko'rishguncha